Gurlanga zoopark keldi, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Kinoda ko'rganman, multfilmda ko'rganman. Haqiqiy Simba bilan bugun uchrashib turibman. Qaranglar, 200 kilolik maxluq, haqiqiy sher Simba. Rossiyani Grizzly ayirdi. Vesi 300 kilogramm. Qaranglar, ayib ko'rganmisizlar ekan? Bo'g'ma ilonlar turkumiga kiruvchi piton qarshingizda 2 metrdan ziyod, vesi 6 kilogramm. Bunga ne deysizlar? Bunga ne deysizlar? Bunga kalxatga ne deysizlar? Cho'l zonalarida uchratsa bo'ladi. Endilikda kamera qarshisida kalxat sizlar uchun. Ana bu bo'ri bu. Haqiqiy bo'ri. Hayotda ko'rganmisizlar bo'rini? Men sizga ko'rgazaman bo'rini. Voy dod. Chaqqonligini, epchilligini qaranglar buni. Avstraliya tuyoqushi bo'yi 2 metrdan ziyod, vesi 120 kilogramm. Haqiqiy tuyoqush qaranglar. Haybatli, katta jonivor. Ana bu Zita bo'ladi, Simbaning xotini qaranglar. 150 kilolik maxluq budan. Sher, irg'ochi sher, Zita. Qarshingizda burgut. Yoshi 10 yoshda bo'ladi. Hali chaqqon, ko'zlarini qaranglar. Nigohi o'tkir haqiqiy burgut. Parrandalar ichida eng go'zali va eng chiroylisi tovus sanaladi. Sizlar uchun jupton tovuslarimiz bu tomonda Panda multfilmidagi tovuslarimizdan ham bor. Undan tashqari eng kattasi bu yoqda savlat to'kib, buxor to'kib tepada o'tiribdi mana erkak tovus. Ayyor, epchil, chaqqon, bo'ri. Bolajonlar uchun bu yerda batutlarimiz, kachilolarimiz bor. Bizlarning manzilimiz To'g'rimiz Gurlan park istirohat bog'i. Ana bu yerda Defin Cafe yapti hamma biladi. Shuning orqasındagi maydonchada zoopark ochildi. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan kechqurungi 21:00 gacha. Hamma bolajonlarni kutib qolamiz.